Jincha qimmat ekanda. Tozami? Toza. Gaz propashna qo'yilmagan. Kecha 6000 ga qo'ydik Gulistonda. Qaymoq rang tozasi. Qancha bo'ladigan aka? Qo'yib ketaylik, soting. Issiqda yurmang. Bo'ladigan 6,5. 6 ga qo'yib ketaylik, ketib qolar. 6 ga. Yo'q, Bermadik 6. Bermadingizmi? Zo'r qildi lekin. Hurmatli obunachilar, kecha ham Gulistondan 6000 lar atrofi qo'ydim. 6000 ga berasizmi desam, mayli kelaversin deganda akam bu ham toza ekan, lekin radnoy turibdi ekan. 3.2 motor. Motor ochilganmi yo'qmi? Yo'q, ochilmagan. Yo'q. Radnoy hammasi. 2009 221 ming yurgan mashinamiz Navoiy Buxoro. Navoiy. Navoiydan. Qaysi nomerga chiqay aka? 88 328 91 90. Demak, bozorga 7,5 ming so'rayapsiz. 6,5 ming shitirib bersa, olib ketaversinlar. Shunaqa. Ismingiz? Nodir ismi. Nodir akam chiqaverasizlar, marhamat. Balonlari paka yaxshi, qishda yangi taqib yuborasizlar. Marhamat. Captiva izlab yurganlarga yuborib qo'yasizlar. Panorama tomni izlab yurgan jigarlarimizga berib qo'yasizlar. Polning eng oxirgi chiqdi. Eng oxirgi pozitsiyasi 6 7 hammasi jamlangan. Xullas, qancha buni puli? Endi issiqda tez aytib ketaylik deyapmiz. 26,5 ming so'raganman. Sizni kanalingizga 26,300. 25 ming deng. Yo'q. 25,5 ga bermadim. Ana. Hurmatli do'stlar, yurgani qancha edi? Yurgani 26 ming. Ana, o'zi yurganimdan narxini to'g'rilab qo'ysiz, ha? Polni bron, so'ngsi защитный, polni tayyor qilib qo'yganman mashinani. Demak, shunda bron orqalari ham hamma joyi. Yo'q, faqat morda. Krilo kapot. Yo'q, kapot, krilo. Ha. Mana bu anaqalari ham bo'lgan. Eshit ichki taraflar. Paroglar. Ha. Demak, 26 mingga biz beraveryapmizmi shunda? Oxiri 26,300. Oxiri shu. Qaysi nomerga chiqaylik? Nomer 33li 011 01 47. Ismingiz? Abubakar. Abubakarjon, Abubakar Siddiq roziyallohu anhu ismiga qo'yilgan. Malades. Telefon qilasizlar, esichu, admin ham bo'lamiz, yangi jentrapentral bo'lsa yetmay qolgan joyiga. Bo'ladi, kelishib olasizda narxini. Yangi balon ham taqib qo'yganman, balonlari ham yangi. Endi shuncha xarajat qilib men sotyapsiz endi, sir bo'lmasa. Siz ham uypi oldingizmi yoki? Yo'q, o'zim tirikchilik qilib yuradigan bo'laman. Ha, yaxshi. Marhamat, toza-tozalarni olib, Abubakarjon, xullas, endi aybi yo'q. Zato o'g'irlik qilmayapti. Nima deysizlar? Marhamat, 200 pul qolsa, biz ham sotaveramiz. Aytib bosasizlar, derazalarga yuborib qo'yasizlar. Ma'lumotlarni tizsiz o'zingiz ayting. BYD Xan avtomashinamiz vaqtida 60 mingga chiquvmidi shular? Yangilari. To'g'ri. Hozir teng yarim puliga xulos 30 minglar bo'lyaptimi? 30 ming. Primerni. 3-9 sekundda chiqadigani dual motor, 54 ming yurgan, yili 22. Limited versiyada chiqqan. Polning ichida plasmas ishlatilmagan, polning anaqa ishlatilgan, dub ishlatilgan. Dub bo'lsa shunda naturalniyda, shunaqa. Daraxt ishlatilgan bo'ladi. Ichida polni ideal tutgan, kraskalar toza, orqa sidinlarga odam o'tirmagan. Malades. Probegini qancha dedik? 54 ming. 54 mingga 460 kameralari bilan. Menimcha juda ko'p ekan kamerasi. Polni eng full versiyasi Xanna. Dual motor bo'lganda shunda bu oldi ham orqasi ham tortadi, shunda 4 ta Mercedes'ga o'xshab. Shunaqa. Qancha endi 30 demang, biz sunnatiga bir narsa o'tib beramiz obunachilarga. Bo'pti, siz obunachilingizga imminni boshqa odam kelsa lekin bermayman bunaqa narxga. 29,5 ming. Siz zotingiz yetsa, Sherzod obzordan ko'rdik desalaring. Abubakar ismlari 29,5 ming qilib berdim. $500 o'tilyapti. Nomerni ham ayting. 99li 380 0004. Mana marhamat do'stlar. Qanday? Niyat qilganlar bitta like deb bossalaring, xudo xolasa yetasizlar sizlar ham, biz ham yetamiz. Like bosamiz. Charchamang Abubakarjon, bozoringiz bersin. 110 mi? 1100 kilometr. Gibrididan BYD izlab yurganlarga yuborib qo'yamiz, hurmatli do'stlar. 2024 ekan, 53 mingga yurgan ekan. Malatsiz, kraska? Top toza. Ana, ichini ham bitta ko'rsatib yuboring lekin, koja polni. Vodiydan keltirilgan Namangan taraflarida mashinasi, lekin mashina endi bilasizlar BYD deb baribir. Dunyoda nomer 1 bo'lib ketdi. BYD mashina sotish bo'yicha Teslalaringga ham dam berib oldi, xullas bor-ku. Qancha buni puli? Horizontalik. 25 ming. 25 ming. Sizni kanalingizdan kelsa 24,5 $500 bizning kanal uchun. Sherzod obzor uchun deganlarga mayli $500 bonus. Olasizlar. Boyagi gap. Yangi Gentra Cobaltlari bo'lsa gaplashib ketamizmi? Kelishsiz. Zo'r. Nomerlarni ham aytib ketinglar. 95 lik 444 45 30. Sizni ismingiz nima? Izzatullo. Izzatullo aka. Ular telefon qilsalaring, buni ham kelishtirib beradilar. Vaqtni bosamiz, hurmatli do'stlar. Jonlaring ham bosin. Xohlasa Ha. 29 kami bor-da. Ha, shu
Ozgina yurganini shunday deyapsiz. Bu nechtaligi bu? Horizontal. Bu ham horizontalik. 29 dan o'tib berasiz. Kraska? Ha, o'tamiz. Yo, kraska top toza. Absolut. Ideal. Bu ham boyagiga o'xshagan mashinamiz o'rtoqlar. Bundan oldin oldik horizontalikni. Bu ham shuni o'zi, lekin bu akam 29 dan ham o'tib beraman deyapsiz. Xudo xolasa. Qaysi nomerga chiqay? 99li 047 3372. Ismingiz? Otabek. Otabekjon. Mana shu nomerlarga chiqaverasizlar endi do'stlar. Issiqda yurmaylik. Mana operator ukamizdan issiq o'tib ketdi. Baytni bosib qo'yasizlar endi bitta shu issiqda harakat qilyapmiz. 21300 kami bor. Va 2 to'r ham defitsit bo'lib ketdi. Hurmatli obunachilar, primer qilingan 2 to'r, benzinga ham, gazga ham yuraveradiganidan 2019. Kraska tozami? Kraska. Top toza kraska 2019 ga 18. Plus propan. Probegimiz 58 ming yurgan. 97 384 55 45. Shu nomer. Puli qancha endi aka, buni kelishtirib bering. Kelishtirib beraman. Qancha dedingiz? 20? 21300 deyapmiz, savdosi bor aka. 19 ming dollar shitir aka. Ya 19 ga bo'lmaydi aka, lekin. Nima qilmadimi? Yo, endi savdo qilib turishibdi. Ismingiz kim edi? Shuhrat ismi. Shuhrat akam chiqaverasizlar. 2 to'rligidan aka olib bering deganlarga marhamat. Juda ekonomishliroq bu ham. Unisi nechisi? Premier 20. Ha, Premier. Premier ham bor ekan akamda. Ko'raylikchi. Xo'p, ma'lumotlarni shunday aytib ketaman. 21 ga 20 full bu ham Premier. 2 li motor bu. Ya 1.5 mi? 2 li motor. Kraska bunda ham top toza, umuman ishi yo'q. Shumkalarigacha bor. Mers hadovoylari bilan. Marhamat. Malibulardan izlaganlarga yuborib qo'yamiz. Buni qanchaga beramiz, Shuhrat aka? Buni narxi 22800. 22800. Savdosi bor ustida. Ha. Gap yo'q. Boyagi nomerlarga chiqaverasizlar. Tak. 97lik 384 55 45 ga chiqsalaring bo'lar ekan. Marhamat. Laykni bosamiz. Malibu izlab yurgan do'stlaringga otib qo'yinglar, jonlaring yomon bo'lsin. Sergelidan K5 izlab yurgan do'stlarimizga GT Line 24800 dollarga bo'lyapti ekan. Yana savdosi bor baribir. Eksomission sunnatiga o'tib beradilar. 22 yili 21 ga 22 53 ming yurgan 97 281 0100. Kraska top toza. Oldim o'rdalari ham sal boshqacha ishlangan ekan buni. Marhamat. Panorama tomlik. Olaman deganlarga yuborib qo'yasizlar. Xullas, Sergelidan mana shunaqa narxlar bo'lyapti. Kanalga obuna bo'linglar, hech bo'lmasa narxlar bilan tanishib turasizlar, hurmatli obunachilar. Yonitildim aka. Qanchaga? 8 o'rtoqlar, Captiva 8 mingga baraka bo'pti mana. Olgan ham, sotgan ham yaxshi kunlarga minsin. Blogerlar liderlari sekin chanqoq bostiryaptilar. Assalomu alaykum. Og'am, yaxshimisiz? Yana ko'rdingizmi, namoyishdan farq qilmagan bo'ldi. Eng ko'p mashina sotadigan blogerlar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Salom aka. Salomatliging. Yaxshimisizlar? Salomatlikmi? Rahmat. Chotdingmi? Va sening qanaqa Captiva kerak sizga? Ko'p. Aha. 2023-yil Changam, Aha. официальный gibrid motor, eng qizig'i, shahar ichida yetiydi. Buni hamma ham sotib turibdi. Murdasigacha allan bola buni. Avtosalonda 44 ming turibdi. Sizda? Dangal beradigan 25 ming. Sizlar yong'oq chaqirish qilib qilyapsiz. Ha, 25 ming. 44 mingga olib 25 mingga sotasiz. Yo'q, narsani o'zi yo'q. Yana o'tib berasiz, qimmat. Yo'q, uni o'tmaymiz. Faqir fuqarolar bizlarga. Salonlarni mana ko'ringlar, salonini. Salonni ko'rdikmi? Bitta ko'rsatib yuboring salonni. Akam salonini bitta ko'ring deb turibdilar. Bunaqa navor tajib podgalonilarda ham kolonkalari bor. Abduf Abagrev, Massaj? panorama, massaj, Hamma yog'i bor. lidar, 360, ana NFC anaqasi hamma. Xullas, yashab berish kerak ekanda. Yurish kerak. Qizuv joyi gibrid. 7 litr yeydi. U malades. Ana o'rtoqlar. Qaysi nomerga chiqsam buni olaman deganlar. 99li 757 88 22. Ha, bu qoramiz-chi mana yonida. Bu qoramiz Leapmotor C11. C11 24-yil, 25-yil avtosalondan olingan. Smart pozitsiyasi, 585 ta yuradigani, top toza kraskasi. Bu ham tokli. Bu toza tokli bu. 585 ta yuradigani. To'g'ri. Buni qanchaga berasiz? Buni dangal savdosi 23800 bo'lsa beramiz. Voy bo'lsa qimmatingizni izlanib qiling. Bizda faqir fuqarolarga. Mayli, bu kelsin nomeridan bir gap bo'lar. Gap yo'q. Nomerni ayting. 99 757 88 22. Bizim mana legendalar ham sizdan emasmi? Bu legendalar ham mendan. Bu Captiva nechchi? Bittasi 15-yil. Oq, narigisi. 15-yil. 166 ming yurgan, toza benzinda, gazda yurmagan. Oyoqda 4 ta balon.
Ana. Shu mizaratsiya qilingan. Ходовойлар moy, motor moy yemaydi gravniysi. To'ta ekologiya bir xil Hasan Husan. Unisi qancha? Bu Bunisi qancha? 15-yil, bu 13-yil. Ha, bu 13. 15 ni necha pul qilib beramiz? Buni dangal savdosi 11 mingga bitadi. Qochkagachi. Yo'q, unaqalarga bitmaydi. 100 so'm kamiga ham bermaydi. Non qolmay qolar ekan. Eng arzoni shu. Bunisi 13. Bunisi 13-yil, bu ham top-toza, lekin buni dangal savdosi 11 ming. Mana sunnatdagi siyda beramiz ozgina. Bu 124 ming yurgan ekan, ha? Shunaqa. Unisi 160 ming. 66 ming yurgan, shunaqa. Lekin mana bu 13 da o'rtoqlar 4 ta yangi balon taqilgan ekan mana. Ikkalovida yangi balonlar taqilgan oyog'iga. Unda ham yangi balonlar. Gazi bor ekologiya. Yo'q. Yo'q, bunda gaz bor, u benzinda yurgan. 15-yil faqat benzinda yurgan. Ana. Yes uchun nomerlarni yana bir ayting. 99lik 757 88 22. Akamga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Bozorda yengil sotadigan akalarimizdan. Lekin puli zo'r aytdi, lekin kapitula. Endi aytishlaring mumkin 8 mingga, 6 mingga olaman deydi. Lekin 6 mingga meni kanalimda ham turibdi. Uni borib ko'rsalaring, bu bilan osmon bilan hech farqi bor. Bosinglar, kapitula beradi u lekin. 3 plus bo'lyapti bu. Bunisi-chi anavsi? Buni ham ko'raylik-da. Mokrini. Mokrini yaqinlashtiring. 18. Ha. Toza Q-tor, Captiva Tor. Bitta aybi krilosida kraskasi bor. O'sha ayb. Ichiga o'tmagan, ha. Ana. 4 ta yangi balon, 11 oy tonirovka razрешение, keyin salon laminatsiya qilingan, propan gazi bor. Keyin bu egasini nomida turibdi, egasini o'ziniki. Gen ham bera oladimi egasi? Egasi gen beradi. Ha, sotib beringga tashib ketdi demak. Ha, hali pul tikilmagan, bozorchilar olmadi bu mashinani. Hop, bozorchilar 13 ming bo'lsa pul tikamiz deyishdi. Buni hozir egasi 13,5 ming bo'lsa, srochniy beradi mashinani. 13,5 mingga 2018 yo'q. Yo'q, bozorda yo'q. Ha, ana eng arzoni qimmati degan magazinlarda ham yo'q. Yurgani bor-ku, 88 ming. Ibi, do'stlar, vobshe qurtku mashina. Mana shu kirlodan faqat. Mana shu kiriloda, qarangki, mana bu raxi bor-ku. Raxiga aziz. Endi bitdan o'tkazadi-da buni rangi tushish uchun. Ichiga o'tmay, keyin 88 ming yurgan bu luboy проверки. Qolgan luboy anaqasiga javob beramiz. Motor, korobka, ходовой, anaqa rulavoy. Hammasiga javob beramiz. Bu toza 2.4lik motor. Toza 2.4 2018 keldi, 2017 emas. 17 emas. Nomerni ayting. 77lik 040 0090. Ana, hurmatli do'stlar, 13,5 mingga bo'lsa, Captiva 18 yo'q, bozorda yo'q. Olib tirikchilik qilaman desalaring ham bo'laveradi siz uchun. Bosinglar gazini. Ayting aka ma'lumotlarni. Bu yangicha rang BYD Champion Smart 605 tali eng fulli 2025, kuzov 2026 bu. Restyling bu. Restyling variant. Aha. Oddiylardan nima farqi bor shunda buni? Ancha-muncha farqi bor, liderlarda funksiyalari ko'p. Panorama tom. Panorama tom. Bu ham shu 605 deydimi buni ham yo 65 Smart eng fulli oxirgisi bu. Plus 29 ming bo'lsa beramiz. 20 ming yurgan. Hech qancha yurmagan mashina, 4 ta yangi balon taqilgan. Xullas, nomerni aytib yuboring. 77 040 0090. Aloqa chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Like-chani bosasizlar. Mana bitta oldida o'zim turib qo'yay, issiq bo'lsa ham. Rangi yaxshi lekin. Aloqa chiqib gaplashib 29 yozib qo'yibdi, o'tib beraman deyapti. Najatda soya turaylik. 35 ming. 35 ming, aha. 35 ming yurgan. Ha, butun bir qo'l mashina avtosalondan olingan, 21-yil olingan avtosalondan. O'zini halol probegi 35 ming yurdi. 1,5 litrli turbo, ani 7 litr, 7,5 litr расход edi. Hali zapaskalari tushmagan. 4 ta yangi balonda turibdi. Hali bundoq bir o'tbit moy filtr o'zini kerakli korobka moy hamma narsasini yangi qilib qo'yganmiz. Aniq shunda 36 ming yurganmi aka? 35 ming yurgan. Luboy ustiga borib ko'rsatib, proverkasi bor. bemalol borib tekshiraveradi. Yo'q. Mashinani bo'ladigan narxini 18,5 ming bo'lsa beraman. 18,5 ming. 35 ming yurgan. 35 ming yurgan Malibu 2 1,5 turbo, o'sha ekonomichniy varianti, hamma narsasi halol, o'ziniki. Luboy tekshiruvdan o'tadi. Stikerchalargacha olib qo'yibsiz. Stikerlar bor. Yana sunnatiga bu obunachilar hamyon bor, bizning kanallardan kelgan. Notariusini qilib beraman, gap yo'q. Bonusga. Notariusini bonusini qilib beraman, mayli. Gazlari yo'q. Yo'q, gaz umuman qo'yilmagan. Bu Toshkent shahardan bir qadam yangi yo'lga ham chiqmagan mashina. Shaharda doktor opaga olib berdik, 33,400 ga olib berganmiz. O'sha payt esimda avtosalondan. Ana. 21-yil edi bu. O'sha payt shunaqa qimmat bo'lgan mashina. O'shandan beri 35 ming yurdi. Nomerda aytib keting. Roshan aka. 99lik 150 05 00. G'ulom aka, nima deysiz bu narxiga? 35 ming probegini o'zi yo'q, bozorda. 20 dan tepalarni ko'rib kelyapmiz, lekin
Ro'shanaga qarang, bunga variantlar yetishmovchi. Nasiya savdoga beraman. Nasiya savdosi Nasiya bor, savdo. Masalan, kimnidir qancha bir 8000, 7000, 9000 puli bo'lsa, qolganda nasiya 36 oyda 24 oy, olsa 1 yil 6 oy qilib beraman nasiya. Insofli, diyonatli odamlar bo'lsa deydi. Ha, o'sha 23% qilib o'sha to'lab, so'mda to'layveradi. Aloqa chiqarmaslar. Umuman faqat minish kerak bo'ldi. Hech nima o'tini kalotga, malotga o'tib moy poyi qara. Faqat minish kerak. Faqat Duo qilib minadi. Qolgan odam baraka topib faqat duo qiladi. Joningiz omon bo'lsin. Aloqaga chiqamiz, hurmatli obunachilar. 18,5 ming deyapmiz. Eshitchi, anaqasi notarisi bonus. Jonlaring ham bo'lsin. Yana nima bor sizlar o'sha? Mana BYD oching buni. Voy. BYD Eski boylardan 25-yil 13400 yurgan gibrid. Bu Ana. eng fuli bu, ana Mana eng bu oxirgi qo'yib pozitsiyasi. Ayting ha. 1200 kilometr yuradi, benzinda, batareykada zaryadkali. Buni ham yangi 4 ta ballonda o'zini zavodskiy turibdi. Yurgani 13400 kilometr yurdi, radnoy kraska. Ofitsialnidan olingan. Kraska probeglarga javob. Javob 100%. Hop. Nakit kela taqib qo'yildi, kellamaslik. Shu juda ham chiroyli, yaxshisidan sifatli. Gap yo'q. Bagajlarni ham ochib berdi ekan. Zaryadkali garantiyalari bor. Mana 7 kilovatli zaryadka komplektdan 220 volt. Ha, kameramiz kelsa ko'rsatadi hozir bular. Tegida turibdi. Perihodniklarigacha hamma narsasi tegida turibdi. Ko'rsating. Mana unda 7 kilovatli anaqamiz turibdi. Ha, bu hali ishlatilmadi ham, bor-ku. O'zi benzinni o'zi 3 litr, 3,5 litr benzin yeyapti. 110 tali anaqa batareyka. Buni qancha qilib berasiz? Buni 22,5 ming Biz obunachilarga mana hamyonbop kanali 25 10-sentyabr. Ofitsialnidan olingan. 10-sentyabr texpasport, shu spravka bir qo'l turibdi garantiyada, hali garantiya oldilar. Bu yetgan narxingiz ichida bunga nima qilib beradi? Bunga ham o'shanaqa oformleni qilib beraman. Afarmini notar. Notarisi bonus. 28200 ga olingan mashina. Ha. Notarisini qilib beraman. 22,5 ni ichida. 22,5 ming ichida. Oformleni qilib 22,5 mingga notarisi bonus xullas. Hech narsa qilmaysizlar, oladi minadi. Rusifikatsiya, hamma programma, YouTube, ana Hammasi bor endi. tayyor, faqat minadi. 3 ta Bunga ham kartalar. nasiya. Nasiya bor bunga. Qancha Bunga bor ham shunga? nasiya beraman. Mana kim bitta pochka puli bo'lsa, 10 ming puli bo'lsa, qolgani mana qancha 24 oydan 36 oygacha nasiya qilib beraman. Gap yo'q. O'sha so'mda, o'sha oyma-oy to'layveradi. Pena, meni unaqa narsalar bo'lmaydi. Bank aralashmaydi. Yashang. O'zining nomiga oformit qilib beraman. Gap yo'q. O'zining nomida to'lab yuraveradi. Gap yo'q. Zo'r narx bo'ldi. Telefon nomerini bitta qaytarib yuboramiz. 99lik 150 0500. O'shan ekanni chiqaverasizlar, hurmatli Alloh obunachilar. bersin, barakasini bersin, hammaga nasib qilsin, sog' bo'ling. Jonlaring ham bo'lsin. Bizlarga ham nasib qilsin deganlar bitta like bosib qo'yamiz deganlar. Bosib qo'yamiz. Hamyonbop kanali jamoasi va Sherzod Abdul. Sherzod Abdul. Joninglar omon bo'lsin. Ana yerdan bir bola chaqiryapti, ana ma'lumot. 2023-yil mashina, kraskalari top-toza, Malibu rul, top-toza. Malibu rul, Malibu bar, 4 ta kolonka, 4 ta ballon, pult, salon shinalar qilingan. Kraska, parabek javobmi? Javob. Любой проверка bor. Любой проверка bor. Gap yo'q. Qaysi nomerlarga chiqay? 90lik 907 0202 ga xohlasalar 90lik 115 0111 ga. Ha, pulini qancha qilib beryapmiz buni? Pulini- Ikkita kanaldan kelib bo'lyapmiz endi. 13200 qilib beramiz, sunnatiga o'tib beramiz. 13 dan pastiga bitadi. 13 dan pastiga bitadi. qiladigan bo'lsa, 13 dan pastiga bitadi. Marhamat. Variant, yetishmovchilik, Naqdga faqat. faqat narx. Naqdga. Mana sizlar bor, Hamma narsasi bor. Eng full komplektatsiyasi. gap bo'lishi mumkin emas. 907 02 Balonlardan hech qanaqa xarajati yo'q. Olasizlar, gazini bosaverasizlar. Qaysi Monza? Mana buni? Keling, men soyaga turaylikda aytib beraverasiz. Ulom aka beroq keling siz, bu operatorlarimiz olaversin. 2023-yil. O'zi aytsin, qiziq. 2023-yil 30 ming yurgan mashina, 23 oxiri olib chiqilgan. Turbina diskalar taqilgan, 1,5 atmosferniy mashina. Tonirovkalar, kraskasi top-toza, любой проверка kelib tekshirib olaversa. Ya'ni qandaydir bir petno chiqsa, qanaqadir o'tib berasizmi? 500 O'tib dollar, beramiz. 1000 dollar javob deyapti ko'pchilik. Sunnatiga o'tamiz. Sunnatiga o'tamiz. Ulom aka siz nima deysiz? Narxchi, Narxi 16200 domiz, kelishtirib beramiz. 15,5 dan pastiga bitadimi? Yo'q, 15,5 dan emas, lekin shu 15 dan tepani bitiramiz. Hozir 15 ga ham bitmas ekanda. Lekin normalroq agar 15 bo'lsa, olaman degan odam Ulom aka hozir 13 dan boshlaydi buni. Shunaqa. 14,5 ga boradi, tashlab ketaveradi. Bizda skidkalar ham bor, notarius agar kelishmovchilik bo'lsa, notariusni biz to'laymiz. Shunaqa yo'llari ham bor. Aha. Kelishuvga. Kelishuvga bog'liq. Endi tepasida xudo xolisa baylash savdo qilamiz. 2023 30 ming bo'lgan turadi, kraska toza 1,5 atmosferniy motor bo'ladi. Nomer telefon? 90lik 907 0202 90lik 115 0111. Kim deb chiqadi bu ismni? Ismlari Ulug'bek. Ulug'bek aka chiqaverasizlar, xullas, mana ukamiz turibdilar, bemalol ustida kelganda gaplashamiz. Obmen variant Cobalt naqd Gentra. faqat. Ha, naqsh tiriga ekan. Marhamat. Vaqtni bosamiz, Monza'da yurganlarga otib qo'yamiz.
Jonlaring yomon bo'lsin. Hamyonbop kanal jamoasi. Gap yo'q. Sirdaryo viloyati Bayot tumani Ismoil Buxoriy hazratlari nomiga qo'yilgan jomedamiz. Hozir yetim mutavallilardan so'rayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omonmisizlar, charchamang. Nima ishlar ketyapti yo'qda, domla? Bismillahirrohmanirrohim. Mana hozirgi kunda masjidimizda mana bu xonaqolar bitib, endi yangi tahoratxona qurilishi jarayoniga ketyapti. O'shani xudo xolasa hozir ko'ramiz. Ko'rsatib bering-da. Qani, bismillah, boshlang. Bu yerda ham почти 1000 dan oshiq odam ketadi. Endi eski tahoratxonasi mana. Tahoratxonasi. Buni endi nima bo'lyapti? Shunda bu yerda hozir bular kengayadigan bo'lyaptimi, domla? Ha, inshaalloh mana bu tahoratxona buzilib, bu masjidimiz hududi kengayadi va bu yerda mana yangi tahoratxona qurilishlari jarayoni inshaalloh hozir ko'ramiz. Do'stlar, tahoratxonani ham mana ichiga kiramiz. Bismillah. Vo, mashalloh, juda ajoyib bo'pti-ku. Nimalar bo'lyapti? Nima qiyinchiliklar bo'lyapti? Domla, ayting qani endi. Hozirgi vaqtda bu tahoratxonamiz qurilishini mana devor kafillari bo'ldi. Mana bu mustabxonalari ham ishlari hammasi bitgan. Bu yer nima bu? To'pli pul bo'ladimi? Bu yer to'pli pul bo'ladi inshaalloh. Hammasi mana mustabxonaning ishlarigacha to'pli pul bo'ladi inshaalloh. Juda chiroyli suratda. Yo'q, tahoratxona. Ha, mana bu 40 kishiga mo'ljallangan inshaalloh tahoratxona bo'ladi bu yerda. Ha. Shinamgina namozxonlarimiz uchun foydalanadi. Hozir bu yerda stroy materialdan muammo bo'lyapti, nimadan muammo bo'lyapti? Hozirgi vaqtda mana shu qurilish mollarini Toshkent shahridan birodarlarimiz ehson qilib turibdi. Qurilish mollaridan muammomiz yo'q inshaalloh. Faqatgina hozir mana shu jarayonga kelgancha usta haqqidan 60 million qarz o'qiganmiz. Shu 60 millionni xudo xolasa qutulsak, kimda kim mana bu joyga Allohning baytini, ya'ni tahoratxonaga ehson qilish niyatida bo'lsa, albatta ushbu karta raqamimizni aytib o'tib ketamiz. Shu kartani 9860 0609 3177 1368. Kimning ismiga chiqadi? Abdunabiyev Ro'ziqul nomiga chiqadi. Bu mana shu qurilishga mas'ul shaxslar. Mas'ul shaxs. O'z hissangizni, imkoniyatingizga qarab qo'shsangiz, albatta ehsonning katta kichigi yo'q. Alloh taolo o'z va'da qilgan ajrlar bilan mukofotlaydi. Majburiy emas. Kimda kim ixtiyoriy ravishda, savob umidida bo'lsa, ya'ni mana bu tahoratxonaga qilingan ehson tahorat qiluvchidan savob yetib turadi. Sadaqa joriya o'laroq bo'lib qoladi o'ziga. Xullas, hurmatli azizlar, bitta flash 18000, shuni ham ichib olasiz. Shuni oxiratga o'tkazib qo'ying, jigar. Like deb bosamiz, hammaga yuborib qo'ying. Shu like deb bosib, jo'natib qo'ysangiz ham ajr olaverasiz ekan. Bitiraveramiz. Siz azizlarni yordaminglar bilan. Hammamiz birlashsak, buni ham bitiraveramiz. Jonlaring yomon bo'lsin. Domlar nima bitta duo qiling endi. Amin. Alloh taolo bu ulug' kunlarda qilayotgan duolarimizni mustajob ayla. Allohim bu baytingga ihson qilganlarni ham ajrini ko'paytirib bergin. Allohim bu tahoratxonaga hissasini qo'shmoqchi bo'lib turganlarni ham himmatli qilgin ya Robbiy. Allohim barchalarimizni o'zini baytiga muhabbatli qilsin. Robbiy yassir va la tu'assir va tammim bil khair. Alloh. Ruzalarga otib qo'yinglar. Hech bo'lmasa shundan ham ajr boradi sizlarga. Nasib bo'lsa. O'sha paytga endi zaban bosgan ekanman like deysizlar. Ana bekarchilarga bosyapsizlar-ku, jippirlarga. Bunga bossalaring ajrni ko'proq olasizlar.